Xotin ayol temasida xotinimizdan boshqa odam bilan muloqot qilmaslik kerak. Hazillashkimiz kelyaptimi? Ayolimiz bilan. Kulishkimiz kelyaptimi? Ayolimiz bilan. Chiroyli stiker jo'natkiz kelyaptimi? Ayolga. Padarka ayol. Liboy narsa. Damogani ketyapsizmi? Ayolingiz bilan. Ayol temasida musulmon erkak o'zini xotinidan boshqasini bilmaydi. Aksi ham shu. Muslima xotin erkak temasida hatto eridan boshqasini qalbida ham o'ylamaydi. Soliha xotin bo'lsa, endi uni qalbini Xudo biladi-yu, eridan boshqasini o'ylamaydi xullas. Amalda tugul, men hozir gohida eshitib qolyapmiz-ku. Oldin endi biz ham qari basmiz, lekin boring yana 35 yil, 37 yil orqani eslayman men bemalol. Eriga xiyonat degan narsani misol biz eshitmasdik.